Bu Hirosimaga atom bombasi tashlangan kundan saqlangan yagona video. Natijada 200 ming kishi jabrlandi. Ularning deyarli hammasi halok bo'ldi. Uran yadrolarining bo'linishidan harbiy maqsadlarda foydalanish imkoniyati 20-asrning boshlarida mutaxassislar bilib bo'lishgan edi. 1939-yil iyun oyida Birmingham universiteti olimlari bomba uchun uranning qancha miqdori kerakligini hisoblab chiqishdi. Taxminan o'sha paytda Gitler qirg'inidan AQShga qochib ketgan yevropalik fiziklar shu yo'nalish bilan shug'ullanadigan nemis hamkasblari ko'rinmay qolganini payqashdi va ular maxfiy harbiy loyiha bilan band degan xulosaga kelishdi. Olimlar Albert Einsteindan Ruzveltga ta'sir o'tkazish uchun o'z obro'sidan foydalanishni iltimos qilishdi. 1939-yil 11-oktyabrda Einstein, Szilard va bo'lajak vodorod bombasining otasi Edward Teller imzolagan murojaatni prezident Ruzvelt o'qib chiqadi. O'shanda Ruzvelt natsistlar bizni portlatib yubormasligi uchun bor imkonni ishga soling deydi. Keng ko'lamli ishlar 1941-yil 6-dekabrda Yaponiya Pearl Harborga hujum qilib, AQShga urush ochgan kunda boshlanadi. Loyihaga Manhattan nomi berildi. Unga ilmiy rahbar sifatida fizik olim Robert Oppenheimer tayinlandi. 1944-yil iyun oyida loyiha ustida 129 ming kishi ishlagan. Uning taxminiy qiymati o'sha vaqtda 2 milliard dollarni tashkil etdi. Tarixchilar AQSh urush sharoitida iqtisodiy jihatdan bunga qodir bo'lgan dunyodagi yagona mamlakat bo'lganligi uchun ham birinchi atom bombasiga ega bo'lganini aytishadi. Germaniyada ham, SSSRda ham barcha resurslar frontning ehtiyojlariga sarflangan. Los Alamosdagi ishlarning borishini Sovet razvedkasi diqqat bilan kuzatib borardi. Ma'lumotlarga ko'ra, Manhattan loyihasining ilmiy rahbari Robert Oppenheimer 1930-yillarning oxirida Stalinga SSSRga borib, bomba yarata olishini aytgan, ammo Sovet rahbari buni Amerika pullariga qilib, natijalarni tayyor shaklda olishni afzal ko'rgan. 1945-yil iyun oyida olimlar Yaponiya shaharlarini bombardimon qilish o'rniga odamlar yashamaydigan joyda atom bombasini sinab ko'rishni taklif qilishdi. Ular atom bombasi yirik shaharni yer bilan bitta qorishi mumkinligi, buni oqibatida yadroviy qurollanish poygasi boshlanishi haqida ogohlantirishgan. Ammo ularni hech kim eshitmadi. Oqibatda ular haq bo'lib chiqdi. 1944-yil sentyabr oyida Ruzvelt Buyuk Britaniya bosh vaziri Cherchill bilan uchrashdi va yadroviy qurol tayyor bo'lishi bilan uni Yaponiyaga qarshi ishlatishga kelishib olishdi. 1945-yil 12-aprelda Ruzvelt vafot etdi. Yangi prezident Garri Trumanga tez orada misli ko'rilmagan qurol uning qo'lida bo'lishi aytildi. Biroz vaqt o'tib, bomba tashlanadigan nishonni aniqlash uchun qo'mita yig'ildi. Bombardimon qilinadigan shaharlarni tanlash kerak edi. Qo'mita Yaponiyaning 4 ta shahrini ko'rib chiqdi. Birinchisi Kyoto, tarixiy imperatorlik poytaxti va yirik sanoat markazi. Ikkinchisi Hirosima, katta harbiy omborlar va 2-armiya shtab-kvartirasi joylashgan shahar. Uchinchisi Kakuru, mashinasozlik korxonalari va eng yirik arsenal joylashgan shahar. Va to'rtinchisi Nagasaki, harbiy kemasozlik zavodlari, muhim portga ega bo'lgan shahar. Qo'mondon Henry Stimson Kyotoni tarixiy va madaniy yodgorliklari va yapon xalqi uchun muqaddas roli tufayli uni bu ro'yxatdan olib tashladi. Nishon sifatida Kakuru va Nagasaki tanlandi. 16-iyul kuni amerikaliklar Alamogordo cho'lida 21 kilotonlik yadroviy zaryad sinovini o'tkazishdi. Natija kutilganidan ham hayratlanarliroq edi. Ma'lumki, fashistlar 1945-yil 9-mayga o'tar kechasi taslim bo'lgan. Ammo Yaponiya 3-reyxi ittifoqchisi edi. Gitlerga qarshi koalitsiya mamlakatlari urushni davom ettirishdi. 26-iyul kuni AQSh, Britaniya, Xitoy Yaponiyani so'zsiz taslim bo'lishini talab qilishdi. Yaponiya imperatori Hirohito Germaniya mag'lubiyatidan so'ng urushni davom ettirishdan foyda yo'qligini tushunib, muzokaralar olib borishni xohlardi, ammo Xitoy va Koreyadagi egallangan hududlardan voz kechishni istamasdi. U AQSh mamlakatga bostirib kirmaydi, odamlarni qirishdan tiyiladi. Urush davom etsa, hududlar Yaponiya tarkibida qolishi sharti bilan tinchlik sulhi tuzilishiga umid qilgan.
28-iyul kuni Yaponiya ultimatumni rad etdi. Harbiy qo'mondonlik umumiy safarbarlikni e'lon qildi. Unga ko'ra Yaponiyaning har bir fuqarosi urushga jalb qilinardi. Ular asosan bambukdan yasalgan nayzalar bilan qurollantirishni boshlashgan. 25-iyul kuni Truman 3-avgustdan keyin ob-havo yaxshi bo'lgan har qanday kunda yadro qurolini Yaponiyaga tashlash bo'yicha direktivani imzoladi. Bir kun o'tib Indianapolis kreyseri bazaga 18 kiloton quvvatga ega bolakay atom bombasini yetkazib berdi. 21 kiloton quvvatga ega bo'lgan Baqaloq nomli ikkinchi bomba komponentlari 28-iyul va 2-avgust kunlari havo orqali olib kelingan va joyida yig'ilgan. Bazasiga zaryad yetkazgan Indianapolis kreyseri uyga qaytib ketayotganida Yapon suvosti kemasi tomonidan cho'ktirildi. Oqibatda 883 dengizchi halok bo'ldi. Ularning yarmi akulalarga yem bo'ldi. Shu sababdan Hirosimaga tashlangan bombada Indianapolisda halok bo'lganlar uchun deb yozilgan edi. 6-avgust kuni mahalliy vaqt bilan soat 1:45 da 509-aviagruppa komandiri polkovnik Paul Tibbets tomonidan boshqarilgan B-29 havo kemasi Sinyandan ko'tarilib 6 soatdan so'ng manzilga yetib boradi. Parvozdan oldin bomba tashlash vazifasini olgan ekipaj a'zolari to'g'ri ish qilayotganiga va butun insoniyat uchun yaxshi ish qilayotganiga amin bo'lishgan. Havo kemasini 5 ta razvedka samolyoti hamrohlik qildi. Kakura va Nagasakiga yuborilgan samolyotlar qalin bulutlar haqida xabar berishdi. Hirosima ustida osmon bulutsiz edi. Yadro bombasi ortilgan kema Hirosimaga qarab yo'l oldi. Yaponiya havo mudofaasi havo signalini e'lon qildi, ammo bombardimonchi faqat bitta ekanligini ko'rib, uni bekor qildi. Ular bu samolyot ichida dahshatli qurol borligini xayollariga ham keltirishmagan edi. Mahalliy vaqt bilan soat 8:15 da B-29 bolakayni 9 kilometr balandlikdan Hirosima shahri markaziga tashladi. Uning tushish vaqti taxminan 45 soniyani tashkil etdi va kutilgandek yerdan 500-600 metr balandlikda portladi. Taxminan 20 daqiqadan so'ng Tokioda shahar bilan barcha aloqalar uzilganiga e'tibor qaratildi. Keyin